Assalomu alaykum. Bugun sizlarga stomatit kasalligini tushuntirib beraman. Stomatit bu og'iz shilliq qavatining yallig'lanishi. Stomatitda og'iz shilliq qavati yallig'lanadi. Stomatitni bugun sizlarga asosiy sabablari, uning klinikasi, turlari va davolashni tushuntirib beraman. Bo'lmasa, stomatitning asosiy sababi asosiy sabablari birinchisi infeksiyalar. Infeksiyalarga bakterial infeksiyalar, masalan, streptokok, stafilokok bakteriyalar. Ikkinchisi virusli. Virusli deganda bakteriya. Virusligi herpes virusi va uchinchi holatda zamburug'lar kiradi. Zamburug'larga Candidemos zamburug'i kiradi. Va to'rtinchi holatda travma, masalan, bu protez yoki issiq ovqat holatda yuzaga kelishi mumkin. Va undan tashqari immunitet tanqisligi va vitamin yetishmovchiligida stomatit yuzaga keladi. Stomatitning endi patogenezini ko'rib o'tamiz. Stomatit yuzaga kelish uchun stomatit birinchi navbatda yuzaga kelish uchun asosiy mikroorganizm shilliq qavatni zararlaydi. Zararlangandan so'ng o'sha joyda yallig'lanish yuzaga keladi. Yallig'langandan keyin mikroorganizm kiradi va o'sha yerda qizarish, shish va eroziya hosil va yara yuzaga keladi stomatitda. Endi stomatitni birinchi navbatda turlarini ko'rib o'tamiz. Stomatitni har bitta turini va davolashini tushuntirib beraman. Birinchi turi bu yengil, ko'proq uchraydigan turi bu kataral stomatit. Kataral stomatit bo'ldimi, bemorda oq qoplama yuzaga keladi shilliq qavatida va undan tashqari qizarish bo'ladi va bunday holatda og'izda yomon hid yuzaga keladi va ba'zan og'riq yuzaga kelishi mumkin. Endi kataral stomatit yuzaga keldimi, qanday davo chorani ko'ramiz. Birinchi navbatda 5 kundan 7 kungacha davo lichinasini ko'rib o'tamiz. 5-7 kunlar oralig'ida birinchisiga biz xlorgeksidin 0,05% eritmasidan 2-3 mahal chayamiz. 2-3 mahal 5 kun chayiladi. 10-15 ml. Keyingisi ramashka. Ramashka damlamasini ham kuniga 3 mahal chayishingiz kerak. Kataral turida siz Metrogil Denta mazi gelidan foydalanasiz. Buni siz kuniga 3 mahaldan o'sha kataral qismiga hosil bo'lgan yaraga siz 3 mahaldan 5 kun qo'llaysiz. Bu kataral yengil turi bo'lib, o'sha litin orqali siz tuzalib ketishingiz mumkin. Endi ikkinchi turini ko'rib o'tamiz. Ikkinchi turisi bu avtostomatit. Avtostomatit asosan bolalarda va katta odamlarda ko'proq uchraydi kataralga nisbatan. Buni klinik belgisi ko'rinishi qanday bo'ladi? Avtos bo'ldimi, og'iz shilliq qavatida yara hosil bo'lgan, ya'ni oq yara bo'ladi. Markaz oq yara, atrof qip-qizil bo'lishi kerak. Bu avtostomatit bo'ladi. Avtostomatitda yomon hid bo'lmaydi, ammo atrofida qizil qizarish bilan va markazda oq bilan farqlay olasiz boshqa turini. Endi avtostomatitda qanday davo chora ko'riladi?
Bunda ham siz birinchi navbatda chayishingiz kerak. Og'izni xlorgeksidin bilan 3 mahal 3 mahaldan 5 kunga 10-15 millilitr olib chayiladi. Keyingi navbat esa gel xolisal gelini siz 2 mahal hosil bo'lgan, ya'ni yaraga siz 5 kun qo'llaysiz 2 mahaldan. Agar avtostomatitda og'riq bo'ladigan bo'lsa, ibuprofen yoki paracetamol qo'llaysiz. Paracetamol isitmaga, yaraga qarabsiz 1 mahaldan 3 kun yoki 2 mahal qo'llaysiz holatiga qarab. Bu lichin orqali siz avtostomatitni davolaysiz. Keyingi stomatit turi bu. Ko'rib o'tamiz. Keyingi turi bu gerpes stomatit. Gerpes virusi orqali yuzaga keladigan stomatitdir. Bu qanday farqlar olasiz boshqa turlardan? Stomatit og'iz shilliq qavatda bo'ldimi, bu pufakcha yara hisobida ko'rinadi. Buni olishimiz mumkinki, gerpes stomatitda bir nechta oq pufakchalarni ko'rishimiz mumkin. Pufakcha yara bo'ldimi, siz demak bunda gerpes stomatit bo'ladi. Oq mayda pufakcha bo'ladi. Va og'izda hid ham yuzaga keladi. Bunda gerpes stomatitda qanday davo choralar ko'riladi? Birinchi navbatda gerpes virusiga qarshi asklovir ko'ramiz. Asklovir tabletkasi 200 mg dan holatiga qarab yengil bo'ladigan bo'lsa 2 mahal, og'ir bo'ladigan bo'lsa yarani ko'rinishiga qarab 3 mahal, 2-3 mahal holatiga qarab 5 kunga qo'llaysiz. Ikkinchi navbatda agar yengil bo'ladigan bo'lsa mazni shartamiz. Agar holat og'irroq bo'ladigan bo'lsa asklovir mazini ham qo'yasiz. Bu ham 2 mahaldan 5 kunga qo'yiladi. Keyingi navbat og'riq bo'ldimi? Bunga siz ibuprofen tabletka 2 mahaldan 3 kunga qo'llaysiz. Va undan tashqari B kompleksli vitaminlarni 1 mahaldan 14 kun qo'llaysiz. Bu lichin orqali siz gerpes stomatitni davolashingiz mumkin. Endi keyingi stomatitni ko'rib o'tamiz. Keyingi turisi bu zamburug'li kandidamik turi deyiladi. Ya'ni kandidoz zamburug'li
stomatit. Buni davolashda oldin siz qanday farqlay olasiz? Farqlash uchun og'iz shilliq qavatiga qaraganingizda xuddiki oq sutga o'xshash toshmalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Toshmaga o'xshash mayda-mayda yaralar bo'ladi. Bu yaralar orqali siz boshqa zamburug' stomatit turlaridan farqlay olasiz zamburug'ni turini. Bunda siz agar o'sha joyni yuladigan bo'lsangiz, siz qonash holatini ko'rishingiz mumkin. Shu orqali siz farqlaysiz. Bunda asosiy davo birinchi navbatda miramitsin. Chayishga 2 mahaldan 5 kunga qo'llaysiz. Ikkinchi navbatda flukonazol tabletkalar 2 mahaldan 5 kunga qo'llaysiz. Bu zamburug'ga qarshi asosiy davo hisoblanadi. Va uchinchi holatda nistatin. Nistatin tabletkasini chaynash yoki ezish orqali siz kandidoz stomatitga o'sha yara qismiga qo'yasiz. 2 mahaldan 5 kunga qo'yish kerak bo'ladi. Va undan tashqari holatiga qarab, agar og'ir bo'ladigan bo'lsa, og'riq yoki ismi bo'ladigan bo'lsa, ibuprofen tabletkani qo'llashingiz kerak. Ibuprofen tabletka ismi og'irroq bo'ladigan bo'lsa, 2 mahaldan 3 kunga qo'llanadi. Bu lechina orqali siz kandidoz stomatitni davolashingiz mumkindir. Asosiysi siz davolashdan oldin har bitta stomatitni turini aniqlab olishingiz kerak. O'shanda siz aniq qissangizga ham foyda bo'ladi va turiga aniq effektli lechina qo'llashingiz mumkin. Keyingi turni ko'radigan bo'lsak, yarali tur. Bu yarali tur kamdan-kam holatda uchraydi, lekin asorati yomon hisoblanadi. Bu yarali stomatit qachon yuzaga keladi? Stomatitni davolashmasangiz, og'ir holatlarda yaraga aylanib ketadi. Buning evaziga og'iz shilliq qavatini hozir ko'rinishini aytaman, ko'rsataman. Yarali stomatit. Yaralar hosil bo'ladi og'izda. Yaralar ko'rib tursiz. Og'iz shilliq qavatining butunlay yarani yuzaga keladi. Bunda antibiotik qo'llamasangiz bo'lmaydi. Chunki og'riq kuchli, uni tashqari isitma juda yuqori bo'ladi. Shuning uchun siz tezlik bilan bo'limga yotishingiz kerak, shifokorga murojaat qilishingiz shart. Bu ko'rinish yuzaga keldimi? Bularga nima davo qo'llanadi? Ambulatoriya sharoitda bo'ladigan bo'lsa, amoksiklab tabletkalari 2 mahaldan 5 kunga. Holatiga qarab. Keyingi navbat yaraga levomikol qo'yasiz. Levomikol mazi 2 mahaldan 5 kunga. Va undan tashqari xlorgeksidin bilan chayishingiz kerak. Xlorgeksidin bilan kuniga 3-4 mahal chayish kerak. Sizlarga bugun har bitta stomatitni qanday turini, asosiysi turini farqlay olishni bilishingiz kerak. O'shanda sizning kissangizga ham foyda va o'shanda aniq har bitta turini siz o'shanga qarab dori qo'llashingiz mumkin. Bugungi video orqali sizlarga stomatitni har bitta turini tushuntirdim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.